Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari va hamda yuqori turuvchi tashkilot rahbarlari hamda Samarqand viloyat hokimligi bugun biz Samarqand viloyatining Samarqand tumani Yangiariq bir mahallasiga mana shu fuqarolarni murojaatiga asosan biz keldik. Ya'ni bu yerda o'sha qabriston yo'lagidagi o'sha mashinani tez yurish sababi va undan tashqari bir necha o'limlar bo'lganligi sababli hozir bular o'sha iltimosi shundan iboratki, ya'ni o'sha qabristonni oldiga svetofor, radar qo'yib berishliklarini hamda mana shu aholini, masalan hozir bu yerda 1,5 ming aholi bor, 1,5 ming aholiga umuman avtotransport vositasi yo'q. Ya'ni avtobusdan foydalanish nimalari yo'q deyarli. O'shaning uchun biz Samarqand viloyat hokimligidan bu narsani nazoratga olishligini so'raymiz. Bu masalani amaliy yordam berishligini so'rab, biz hozir mana fuqarolarning murojaatini eshitib ko'rasizlar. Ana undan keyin biz albatta munosabat kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz nimaiki bo'lgan holatini biz yana keyingi videoda sizlarga albatta e'lon qilamiz. Sog' bo'linglar. Bizni yo'l ustida mana Qishrav yo'liga qabristonimiz bor. O'sha yerda ko'p avariya bo'ladi. Ko'p mana mollar ham o'tsa ham bir nima bo'ladi. O'sha yerda svetofor kerak, radar kerak. Men o'zim ham uchraganman, o'z ko'zim bilan ham ko'rganman boshqa avariyani shu yerda. Keyin iltimos qilamizki, mana hamma fuqarolar nomidan, mana ayollar, bolalar maktabga ko'p qatnaydi. 3 ta mashina bilan boradi, studentlar bor. O'zim ham nevaram boshqa maktabga o'qiydi. Mashina yo'liga azob, o'zimga ham chiqsam, mana azob qarab o'tiramiz-da baribir. Avtobus bersin. Xudoga shukr, asfalt bo'lyapti. Davlatimizning fondi ko'p bo'lsin. Asfalt bo'ladi, yo'llar yaxshi bo'ladi. Astanovkalar bo'lish kerak bu yerga. Shuning uchun hammamizning nomimizdan iltimos qilamiz. Xudoga shukr, faqat gazimiz yo'q, shu gazga ham bizga jalobimiz bor. Gazimiz ham shu yo'limizdan o'tgan bizlarni. Shunga ham jalobimiz bor. Necha yildan beri azobdan gaz tortadi ko'p. Erkaklar bor, mana qariyalar bor, kasallar bor, nogironlar bor bu yerda ham. Shuning uchun iltimos qilaman, avtobus birinchi hozir bizlarga juda ham zarur. Siyobgacha o'zi 31 siyobga borib keladi-ku o'zi. Ana shu katta avtobus kelsa shunga odat qilgandik. Juv odam bo'lardi. Hozir odam chiqqisi kelmaydi ko'chaga. Majbur baribir chiqamiz, qarab o'tamiz, na astanovka bor. Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz, hurmatli hokimimiz, Samarqand tuman hokimi. Mana bizlar Yangiariq bir mahallasi Guliston nimasiga yashaymiz. Bizlarning muammomiz mana asfalt bo'ldi, ko'chamiz, hamma joylari yaxshi, lekin mana shu razvorotimiz bor bitta. Shunga nima qilish kerak? Bitta svetofor qo'yish kerak, radar qo'yish kerak. Nechta odamlarning umriga zomin bo'ldi. Juda ham tez haydaydi. Bu yer endi katta ko'cha. Trassa bo'lgani uchun shofyorlar juda ham tez haydaydi. Kunduzi, kechqurun juda ham ko'p o'lim sabablar bo'lib, ancha odamlar o'lib ketdi. Shuning uchun bizlarga bitta svetofor qo'yib berishlaringizni iltimos qilib so'rardik. Bitta radar qo'yishlaringizni so'rardik. Endi nima yuqori nima bilan keladi? Shofyorlar o'shaning uchun bizlarga endi mana avtobusimiz yo'q. Bitta avtobus shuncha yil avtobus yurgandi, birdaniga yurmay qoldi. Mahalla nimamiz ancha yugurdilar. Bo'lmayapti. Shu avtobusni iloji bo'lsa agar xalqimiz juda ham azob chekyapti. Ko'psi odamlar shaharga ishlaydi. Bog'cha bolalarni bog'chaga olib boradi, maktablar studentlar qiynalib qolyapti. Yozning kuni, qishning kuni, yomg'irli kunlar juda ham azob chekyapti xalqimiz. Shuning uchun bitta bizlarning iltimosimizni agar inobatga olib shu avtobus bizlarga hal qilsangiz shahargacha olib boradigan yo'llarimiz mana ravon bo'ldi. Mahalla komitetimiz mana bizlarga ichki yo'llarni asfalt qilib berdilar. Rahmat bu kishiga ham. Shuning uchun endi bitta avtobus muammomiz juda ham katta muammo. Avtobus xalqimiz juda azob chekyapti. Iloji bo'lsa agar shu Siyob bozorgacha avvalgi yo'nalish bo'yicha yurishini iltimos qilib so'rardik mahalladoshlarimiz bilan birgalikda. Bizlarga avtobus yuradi, yurmaydi emas, yuradi avtobus, juda ham eskirgan avtobus. Tomlaridan chakki o'tadi. Xalqimiz ho'l bo'lib kelgan kunlari bor. Bo'ron bo'lsa avtobus bo'ldimi?
شدم ماما جدید شدم اجماع کردم کامبا Mana hadi. برم طرف سفیسم Avtobus hayron şud. Mana avtobus nizam. Hoş n'est. Passajirka shonsiz. 1 soat bu yerga turadi, xalq juda ham azob chekyapti. 1 soat Selskiga borib turadi. Yarim yo'lgacha boradi. Qishloqga nima, yarim yo'ligacha baribir kerak emas. Bular 3 ta mashin bilan borib kelishadi. Xalqimiz juda ham azob chekyapti. Avtobussiz, ishchilar ko'p, o'quvchilar ko'p, borib kelishidagi juda ham qiynalyapti bolalarimiz. O'shaning uchun iltimos qilib so'rardikki, shu bizlarning eng asosiy muammomiz shu bitta avtobus bilan shu shahargacha qatnaydigan avtobus, yangi avtobuslardan bersalaringiz. Mana xalqimizni endi qabristonimiz yo'lni u tarafiga, baribir tirikchilikka bo'lib turadi. Xalqimiz borgan sari ko'payib ketyapti. Hamma masalan sharoitlar yaxshi, yomon emas. Bizlar yomon deb nima qilganimiz emas, lekin masalan shu avtobus muammo, bitta radar, shu mashinalar salgina susli yurishi iltimos qilamizda. Assalomu alaykum. Biz mana Samarqand viloyati Samarqand tumani Yangiariq bir mahallasi fuqarolar nomidan murojaat qilib, Samarqand viloyati hokimiga murojaat qilmoqchimiz. Bizning asosiy masalamiz va muammomiz bo'lib turgan narsa bu avtobus transport, jamoat transporti. Shuni hal qilib berishlarini so'rayman. O'zimizning eski avtobus bor edi, Siyo bozorgacha borardi. Yangi avtobus qo'ygan o'shanga. Hozirda uning o'rniga eski va nimaga jamoat nimasiga yaroqsiz holatga kelib qolgan. Yomg'ir yog'ayotgan paytida tomlardan chakka o'tayotganligi nimasi bor va sirenlari javob bermaydi, eshiklari ochilsa yopilmaydi muammosi. Keyin ko'proq muammosi buzilib qolyapti. Gazimiz yo'q deb bahona qilib fuqarolarimizni, yo'lovchilarimizni yo'lni boshida tashlab ketyapti, yarim yo'lga tashlab ketyapti. Shu murojaatdan chiqmoqchimiz va ko'chamizni boshida katta trassa bor. O'sha trassa mazorimiz oldida razvorot bor. O'sha yerda ko'plab muammolarga duch keldik. O'sha yerda ko'plab avtohalokatlar yuz berdi. O'shalarning oldini olish uchun ham taklif, ham talab qilamizki, o'sha yerga svetofor va radar o'rnatib berishlarini so'rab qolgan bo'lardik. Shuning uchun hozir bizda 150 tadan ortiq o'quvchi yoshlarimiz, 30 tadan ziyod institut o'qiydigan talaba yoshlarimiz va undan tashqari maktab o'quvchilarimiz repetitorlikka qatnashish uchun boradilar. Avtobus masalasi, transport masalasi juda ham muammo bo'lib qoladi. Soat 6 gacha yursa yuradi, bo'lmasa yo'q. Aniq kelmaydi-da. O'zimizda bir yilga yaqin yangi avtobus qo'ygandi, u yurib turgandi vaqtida haydardi, soat 9 gacha kelib ketardi. Hech qanaqa muammosi yo'q edi. Hozir uni o'rniga eski va jamoat xizmatiga, tartibmasiga, yo'lovchilarga xizmat qilishga loyiq bo'lmagan yaroqsiz avtobus transporti qo'yib berilgan. Shuni hal qilib berishlarini so'rab qolgan bo'lardik. Shuni hal qilishlariga yaxshi bo'lardi. Men o'z ko'zim bilan ko'rgan masalam shu Raycentrda edi, 52-umumta'lim o'rta maktabda bizning qishlog'imizdan o'qiydigan o'quvchi yoshlarimiz juda ham ko'p. Shularni svetofor tagida yomg'ir, qorli, havo sovuq, issiq paytlarida o'sha yerda ko'rganimizni ko'rdim. Qo'l bo'lib qolardi. Ba'zi bolalar o'sha yerdan katta trassadan piyoda kelgan bolalar ham bo'lgan. Shuni hal qilib berishlarini so'rgan bo'lardi. Razvod mana shu avtomobillarning tezligini ko'ryapsizlar, bu yerda avtohalokat bo'lishi nimasi foizi juda ham yuqori. Ba'zi vaqt shu o'zimizni qabristonda ziyorat kelishga o'tayotganda qiynalib o'tadi xalqimiz. Bu yerda yoshi katta odamlar ko'proq ziyoratga keladi, yosh bolalar, bu yerda mol boqishga odamlar molini olib o'tishadi. Shu yerga mashinalarning tezligi juda katta. Shu yerda svetofor bilan radar qo'yib berishlaringizni so'ragan bo'lardik. Mana o'zlaringiz ko'rishingiz mumkin avtomobillarning tezligini. Qo'shimcha qilib aytmoqchi bo'lgan gapimiz mana bizning qabristonimiz mana shu yerda. Shu yerda janoza bo'lgan paytda tovuzni ko'tarib o'tishga
yomon ham qiynalamizda. Tobutni ko'tarib olib o'tish qiyin masala. Shu yerga mashinalar ba'zi vaqt yo'l bermaydi. Ba'zilar yo'l beradi, ba'zilar yo'l bermaydi. Bir kishi o'rtaga chiqib mashinalar to'xtatib, keyin tobutni olib o'tadigan paytlarimiz bo'lgan. Shuning uchun murojaatimiz shu yerga svetofor va radar qo'yib berishlaringizni so'rab qo'ygan, amaliy yordam berishlaringizni so'rab qo'ygan bo'lamiz. Faqat buni tezlik bilan hal qilishlaringizni iltimos qilamiz.